Ochofat Abdulahad Botir qoshdi yengli smokini yeb, ta'miga baho berasan. Ziralangan buqa go'shti bu bo'lsa bormi deb oladigan video. Bismillah. Bu videoni yig'ilolmay yurgan do'stlarga tashlab azoblan. Voy. Go'shtga kartoshka o'rab yeymiz. Tortadi-yu. Suyagi bobikka qoldi. Alhamdulillah. Ozgina ishtahani ocholmasa, bo'lmaydi kerak bu. Voy. Mana bo'lmasam. Ko'pchilik kartoshkaga go'sht qo'shaysa, biz go'shtga kartoshka qo'shaymiz. Bo'yun hamburger. Voy. Alhamdulillah. Bismillah. Dupur. Endi bu kishiga tuxum asorti tayyorlaymiz. Bunga ko'proq tashlaymiz tuz endi. Topganimiz shu bo'ldi endi, murch. Sepma achchiq. 100% testosteron tayyor. Bismillah. Bunga yana nimadir kam? Topdim, limon kam. Voy. Ana endi o'shqadi. Lekin ta'mi o'zgacha. Ozgina kamayib qoldi lekin. Yetadi. Endi tuz. Ketadi. Aralashtirib, xiyon qo'ydim-ku buni. Bundan keyin teshli bo'lsin ish qilib. Bismillah. Ana nihoyat tugadi. Alhamdulillah. Abdulahad aka, xush kelibsiz. Men sizni vohani 2 metrli pide bilan to'ydira olmasam, hech kim to'ydira olmayapti. Yoqimli ishtaha. Ukajonim, meni to'ydirish hammaning orzusi-ku. Pidega to'ymadim, olib kel qolgan ovqatingni. Abdulahad aka, Iskandar. Tariyoq alohida tema bo'ldi. Bismillah. Dupur. Vilkada yeyish yoqmaydi-da. Ana boshqa gap. Ovqat zo'ragan, yana birorta ovqat berganda yeb qo'yardim lekin. Qo'lda yeyish sunnat deb yeyaverdim.
Bolalar endi tanib qoldi-da meni kimligimni. Voy. Voy 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 voy. Nima bu o'zi? Tez yeyolmasam kimni qarab turibdi, ko'z tegish mumkin. Voy voy voy. Alhamdulillah.